Agar qozonchaga sut, biroz tuz, margarin qo'shib olovga qo'ysangiz, past olovda isitib margarinni ilitib olib, 250 gramm un qo'shsangiz, olovni o'chirmasdan turib, suvlarni shimib olgunicha aralashtirib tursangiz, sizda mana shunday silliq va yumshoqqina ekler uchun xamir hosil bo'ladi. Xamirni soviguncha aralashtirib turasiz. Qo'lingiz bilan ushlab ko'ring. Agar qo'lingiz kuymasa, 3 ta tuxumni yaxshilab atalab olib, oz-ozdan solib, xamirga qorishtirib yuboring. Sizda silliq va yumshoqqina yopishqoq xamir hosil bo'lishi kerak. Duxovkani tepasini 170 gradusga yoqib qo'yganingizdan so'ng, xamirni qopchaga solib, shakl berishni boshlang. Bu videoda men ekler va shu pirojnilarini tayyorlayapman. Shu pirojnilar uchun pisochniy xamir tayyorlab, uni xolodilnikda sovutib oldim. Pirojniyimga mos kichkina dumaloqchalar kesib olib, ustiga qo'yib chiqdim. Pirojnilarim 25-30 daqiqa ichida pishib chiqishdi. To'g'ri tayyorlangan xamir 2 baravar ko'tarilib, oralari katta-katta g'ovakli bo'lib pishadi. Eklerlar nachinkasi uchun bugun plombir krem tayyorladim. Yodingizda bo'lsa, bu zavarnoy krem va qaymoqdan tayyorlanadigan krem. Bugun menda har xil eklerlar, nachinkasida shokolad, malina va kofe bor. Shu pirojnisni esa karamel bilan qildim. Retseptdan albatta foydalaning, sizda ham zo'r pirojnilar chiqadi.